Bugun o'nda o'yin 14 kishiga qarshi o'ynab, 2 ochko yo'qotdik. Shu boshqa bitta bilmadim. Bunga qachongacha chidash mumkin bunday narsalar? Bilmayman, gap umuman nima deyishgan odam hayron. 14 kishiga qarshi deyapsiz, lekin statistikani qaraydigan bo'lsak, navbat raqib jamoada ogohlantirishlar, sariq kartochkalar ko'p bo'ldi. Lekin bizni jamoani hujumlarini to'xtatib qo'yishdi. Yo'q momentlarda qancha nechta hujumlarda to'xtatib qo'ydi sudya. Melki follarga hech qanaqa reaksiya bermadi. Raqib jamoa haqiqatan qo'pol o'ynadi. Bu kamida ikkita futbolchiga qizil kartochka ko'rsatish kerak edi bugungi o'yinda. Lekin hakam o'yinning boshida 30-daqiqagacha 9 marta, 11 marta fol qildi raqib jamoa. Lekin birorta kartochka ko'rsatgani yo'q. Bu nima degan gap? Hakam o'yinni umuman nazoratidan chiqarib yubordi. Umuman kontrol qila olmadi. Bunaqa derbilarga, bunaqa o'yinlarga bilmadim, hakamlar qo'mitasi ko'rib chiqadimi, balki tajribaliroq hakamlar jo'natishadimi? Chunki umuman hakamlik bugun o'yinga loyiq basada. Safar uchrashuvida ochko qo'lga kiritilyapti. Bu o'z navbatda qo'shimcha ishtiyoq bersa kerak yigitlarga. Navbatdagi turda Zomin bilan o'ynaysiz, chempionat outsideri. Endi bu narsa, bu o'yin, bu rezultat bizga ishtiyoq bermaydi. To'g'risi, biz bolalarga tushuntiryapmiz, futbol o'ynash kerak, to'g'ri futbol, zamonaviy futbol o'ynash kerak tushuntiryapmiz. Lekin bugungi o'yinda bugun futbol bo'lmadi. Birinchi navbatda hakam aybdor bu narsalarda, o'ziga o'yinni nazoratdan chiqarib yubordi. O'yinni shu darajaga olib kelishiga, mana oxirida janjal bo'lishiga barchasiga hakam aybdor deb o'ylayman men. Mana buni bir qator hakamlar qo'mitasi ko'rib chiqadi bu holatda hali. Endi Zomin bilan o'yinga keladigan bo'lsa, uyda o'ynaymiz. Albatta Zomin bilan o'yinga ham har doimgidek tayyorgarlik ko'ramiz. Maqsadimiz faqat g'alaba qozonish.